Assalamu alaykum. Xitoy qo'llaydigan gaz qaldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar. Xitoy qo'llaydigan gaz qaldi nomli programmamning 42-chi qismi orqali sizlar bilan ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bugun biz yana Xitoyni mulohaza qilamiz. Xitoyninki qanday qilib g'ulashga qarab ketayotganligi haqida mulohazalarimizni davomlashtiramiz. Bugünkü programmamның asosiy mazmuni muqaddima, markaziy ideya va xotim qismlar bo'ldi. Sizlarga sunduğum. Markaziy ideya qismida Xitoydan asosan shu shirkatlarning, cho'ng shirkatlarning asosan qichayotganligini, boshqa davlatlarga qiyayotganligini, Xitoyning burunqidek zavod bo'lish mexanizmini yo'qotib qo'yayotganligidan iborat məsələni çoxur mülahiza qılımız. Ondaqda mən hazır programmamның müqəddimə qismiga kirib ketdim. Uyğur şairi Aziz İsa Alkun əpəndim yaqında şu Xitayning türmələrdə, cəza lagerlərdə yetiyotgan Uyğur şairlərinin Gülnisa qatarlıq köplеген Uyğur şairlərinin şiirlərini inglizcəyə tərcümə qılıb bir kitap tüzüp çıqqandı. Mahbus ruhlar degan mavzu astida. Onundan başqa Aziz İsa Alkun əpəndimnin yana başqa özünün şiirlər toplamlarını batdı. O şu 2000 yıllık tarix ega Uyğur şiiriyeti haqqında bəzi tədqiqatlarını yapğan. Aziz İsa Alkun əpəndim yaqında şu Amerikadakı ən çoğ universitetlərdən biri bo'lgan Princeton, Yale, Harvard, Indiana qatarlıq universitetlərinin təklifiga binaən şu universitetlərə berib şu cəza lagerlərdəki şairlərin şiirlərini və şairlərini Xitay türməsiga tashlangan şairlərini tanıştırış fəaliyyətini başlap getdi. Bu şu aprelninki başlarında axırlaşışı mümkün. 2 haftadan oşuqqa deyman bu fəaliyyəti. Nəhayət yaxşı ketyapti. Princeton Universitetida Aziz İsa Alkun əpəndimninki şu katalog, kitap katalogu, Uyğurca kitaplardan təşkillengen kitap katalogu var. Aziz İsa əpəndim 10 neçə illər tirişçanlıq göstəriş arqılıq, O'rta Asiyalarga beriş arqılıq toplagan kitaplarının şu yerdə bir katalogini təsis qilgan. Bu yerdə bu Princeton Universitetida təsis qilingan Aziz İsa Alkun Uyğur kitapları katalogining ichida meningmi qo'lja 5 fevral inqilobi haqida yozgan 2 parcha kitobim shu yerga qo'yilgan. İnşallah hammamizga bir kuni berib shu universitetlarni ziyorat qilish, ko'rish, Uyg'urcha kitoblarni ko'rib suyunish fursati bo'lib qolar deb o'ylayman. Əmdi müqəddim qismimdə deydigan ikinci temam yaqında Xitoy Millatlar İttifaqlığı qanunu degan bir qanunni e'lon qildi. Uni Minzu Tuanji Jingbu Zhu Jingfa deb atdi. Millatlar İttifaqlığını ilgari surish taraqqiyot qanuni. Mushundaq qonunlar bo'ldi ekan dunyoda. Ham mushundaq Millatlar İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonun ilgari surishni, millatlarning ittifoqligini va taraqqiyotini ilgari surishni qonun qiladigan shundaq davlatlarga dunyo qarab turadigan shundaq bir rahimsiz, adolatsiz bir davrda yashayapmiz. Endi bu millatlar ittifoqligi qonuni degan qonun Xitoyniki nimani tushuntirdi degan vaqtida Jallod Shi Jinpingning 2016-yildan boshlab Uyg'urlarni qarta ipag'an qirg'inchiligiga mana 10 yil to'shidi. Mushu 10 yillik munosabati bilan Uyg'ur qirg'inchiligining 10 yillik munosabati bilan Xitoy mushu jarayonda ipag'an butun qonunsiz qilmishlarni, qirg'inchiliklarni Uyg'urlar haqida ustidan ipag'an tilini yo'qotish, madaniyatini yo'qotish, barliq Uyg'urga oid har nimasini yo'qotish, Uyg'ur ismini yo'qotish, Uyg'urni ko'ziga qadalgan bir mixtab qarash mushundaq 10 yilning jarayonida yurgizgan mushu qonunsiz siyosatlarni qonunlashtiryapti. Bu deganlik Xitoyda faqat va faqat
Cunhua Minzu, ya'ni Cunhua millati, Xitoy millati degan birli millat bo'ldi. Birli millat bo'ldi. Buningdan boshqa Uyg'ur yo Tibet deb o'ylaydigan bo'lsang, qonun orqali jazolansa, sen Uyg'ur emas, Cunhua millatining bir qismi, sen Hansu millatining bir qismi deydigan shundaq razil qilmishini qonunlashtirib, dunyoning oldida hech qanday qo'rqmagan yo bir taptatib qo'ymagan holda shu ahvollarni davomlashtiryapti. Bundaq ahvolda biz qanday qilishimiz kerak, Uyg'urlar? Agar Xitoy 5-6 yil ichida qo'llanmagan ahvol ostida biz Uyg'urlar yo'qolib ketish girdog'iga berib qolamiz. Programmamni ko'rib kelgan bo'lsanglar, Facebook, ya'ni Yuzpitik va YouTube kanallarimning ostiga inkoslarni yozib qo'yinglar. Biz qanday qilishimiz kerak, Uyg'urlar? Nimalarni qilishimiz kerak? Xitoyning bu xil qonunsiz qilmishlariga, Uyg'ur millatini yer yuzidan yo'q qilib etish qilmishlariga qarata nima ishlarni qilishimiz kerak? Bu haqda o'zingizlarning ko'z qarashlaringizni yozib qo'yinglar. Nima uchun Xitoy bizga bunchalar o'ch? Uyg'urlarga nimancha o'chlik qiladi? Yer yuzidan yo'q qilayotgan darajada qonunlarni chiqarib yo'q qilayotgan darajada nima uchun Xitoy Uyg'urlarga bunchalar o'ch? Buning sabablarini inkos rayonimga yozib qo'yishinglarni umid qilaman. Undan boshqa 26 mart kuni deyman, Kanada parlamentininki liberal partiyaninki millat vakili Michael Ma satchiligi yuz berdi. Bu satchilikda Michael Ma'dan so'ralgan Uyg'urlarga qaratilgan majburiy emgak haqidagi savolga hasrab hömdab undarab g'azab bilan saviyalarga borganmi, majburiy emgakning bog'lig'ini ko'rganmi deb chalvaqib ketdi. Uning bu millat vakiliningki bu chalvaqishi qancha 2016 yilga deyman, bir Xitoyninki tashqi ishlar ministri Wang Yi Kanadaga kelganda, kanadalik bir muxbir Uyg'urlar masalasi haqida, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilib haqida savol so'raganda, Wang Yi xuddi shu millat vakili, shu Xitoy millat vakili Kanada parlamentining orasiga so'qinib kirib olgan, qo'y terisiga o'rnib olgan shu bo'ri o'xshaydigan millat vakilideklar, sen Xitoyga borganmi, sen Xinjiangga borganmi, sen Uyg'urlarni ko'rganmi deb chalvaqab, shunchalik qo'pollik bilan shunday qilib ketgan. Shu Wang Yi bilan ayni tonda shunday parlamentda gap qilgan. Bu nimani bildirdi degan vaqtimizda qarindoshlar, Xitoyning dunyo xalqiga bostirish siyosatining hatto Kanadaning parlamentlarining ishchilarigacha singib kirganligini, bizning intayin xatarlik ahvol turayotganligimizni ko'rsatdi qarindoshlar. Shuning uchun biz butun diqqatimizni yo'qlang bir munozirlarga qaratmasdan zodi biz qanday qilamiz? Nima uchun Xitoy bizga bunchalar o'sh va bu xatardan qutulib chiqib ketish uchun qanday qilamiz degan markaziy degan markazlashtirishimiz kerak. Ba'zi qarindoshlar deydi ekan, Donald Trump efendimning Kanadaga yuqori bojlarni qo'yib, Kanadaga qattiq pozitsiya qilishi Kanadani Xitoyga yaqinlashtiryapti deb. Undaq emas, asli mohiyat undaq emas. Asli Kanada mana shundaq Xitoyning ta'siriga cho'nqur kirib ketgan. Xitoyning Kanadaning parlamentlarigacha mana shundaq parlament, Xitoy parlament a'zolari singib kirib, ashalarda Xitoydek bir jinoyatchining Xitoydek hozirmi o'rta asr jaholati davridagi majburiy emgak, qul emgakini ishlatayotgan, bir millatga qirg'inchilik qilib berayotgan bir jinoyatchi davlatni qo'llaydigan shundaq parlament a'zolarimi hatto ashalargacha singib kirib ketgan bo'lg'ashqa, hatto Kanadaning butun yerlariga ta'sirini ko'rsatayotgan bo'lg'ashqa, Xitoy saqchi punktlari, Xitoyninki hatto shu nurg'unlagan shirkatlardagi singib kirish ahvollarining shunchaki ig'irligi, Xitoy saqchi punktlari bo'pmi Kanadada g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi, pash bo'lgan. Uningdan boshqa harbiy jihatda Kanadaning echilib qolayotgan taraflari, Xitoyning ikkinchi oq o'ylisi bo'lib qolishga qarab izlayotganligini bilgan bo'lg'ashqa, Donald Trump efendim, sen Kanada
qo'shnimiz bo'lish sifating bilan, ham bir ingliz davlati bo'lish sifating bilan bizning yanimizda tur. Amerika hukumatining yanida Xitoy qarshi maydonini aniq ifodalab tur. Degili Kanadani. Kanada bu narsalarga ancha ahamiyat bermay, Xitoy bilan apaq-chapaq bo'lib, Xitoyning qo'yniga o'zi atqanligi uchun Amerika hukumati bu Donald Trump efendim Kanadaga nayt ig'ir bajlarni qo'ygulik. Yaqinda Kanadaning Ontario o'lkasi bilan Amerikaning qaysi bir o'lkasini tutashtirgan bir ko'rik masalasimi Donald Trump efendim Amerikaning manfaatini bekrak ta'kidlab, buning cheklim qo'yib qo'ydi. Ba'zi cheklimlarni qo'yib qo'ydi. Demek bu ma degan Xitoy shu kuni nayt qattiq norozilikqa uchirdi shu parlament a'zolarining ham Kanada mediasining nayt qattiq tanqidiga uchirdi. Oxirida apol so'rashga majbur bo'ldi. Butun dunyoda shu ma degan Xitoy ning Kanada parlamentida qilgan so'zi Uyg'ur majburiy emgigini rad qilgan yoki kichiklatgan, ko'zga ilmagan ravishda qilgan so'zi nayt qattiq muloyiz qilinyotdi. Demak, Xitoyning ta'siri mana shunday besh cho'ng tarafda Shanxay 5, O'rta Sharqda Iran, O'rta Osiyodagi qarindosh davlatlarimiz, Turkiyadagi ba'zi Turkiy davlatlarimiz va hatto Kanada parlamentlarida faqat shu Uyg'ur degan 20 milliondan 30 milliongacha bo'lgan shu Uyg'ur millatini qo'qlab sirib dunyo vatanning ichidan tortib O'rta Osiyo, hatto O'rta Sharq va dunyoning har yerlarida qo'qlab sirib yo'q qilib etishlik shunday bir strategiyani yo'l qo'yapti. Ahvolimiz nayt xatarli qarindoshlar. Baxatarlik. Biz ideya, fikr, tushuncha jihatda qat'iy birlashmasak bo'lmaydigan bir nuqtada turyapmiz. Bu bir masala. Yana bir deydigan masalam Xitoyningki shu nima hal qilgan dunyo hal qilgan bostirish siyosatlari, hatto shu dunyo hal qilgan ta'sir ko'rsatish, o'zining ta'sirini ko'rsatish, singib kirish, josuslik programmalari orqali tantanlash, Uyg'urlarning ahvollarini tantanlash programmalari shu 10 ming Uyg'urni Kanadaga olib kelishdiki M62 programmasining ichiga singib kirgan ekan. Yaqinda shu Kanada Sharq Turkiston jamiyati Navro'z bayrami va Rozit munosabati bilan bir faoliyat olib borgan vaqtida shu M62 programmasiga qatnashib Kanadaga kelgan bir oksingil ikkisi sahnaga chiqib, Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi sahnaga oyiltizlik bayrog'imizni taqovatga vaqtida yugurib sahnaga chiqib, nayt jasorat bilan, bu jasoratni sen nereden alding? Sana Xitoy akang bermasa, sen tek tünügünlam kelib Kanadadagi bütün shu Uyg'urlarningki parlament Ottavadagi parlamentlar qancha qitimlab berishi, qishni qish sovuq demay, yozni tomuz issiq demay, yugurib palaqib ashalarga berib Kanadadagi parlament a'zolarini ta'sirlantirish orqali ilingan bu 62 M62 programmasi qatnashib kelib, yana tek sahnaga chiqib, izam tatmay, nomusni qilmay, siz bu bayroqni taqay olmaysiz. Siz bu nima bu? Undaq Sharqiy Turkiston degan ne u degandek gaplarni qilib, ayni Xitoy Anjantingning tashviqotchilik saqchixonasining boshlig'ilik rolini naq maydonda shunday o'rilgan Kanada Sharq Turkiston jamiyatiningki mas'ullari buningga tegishli javobini bergan. Buningga tegishli javobini bergan va chiqarib o'tgan. U yana bu bayroqlarni assangiz, Sharq Turkiston degan so'zlarni ishlatsangiz, bu yerdan hamma M62 programmasi bilan kelganlarning hammasi qaytib ketadi degandek shunday gaplarni jasorat bilan qilgan. Sen qayerdan olding bu jasoratni? Men uningga bu yerda menmi o'zimning tegishli javobini bermoqchiman. Sharqiy Turkiston bizning or-nomusimiz. Ayıldızlıq kök bayrağımız bizning Uyg'urlarning or-nomusimiz, ippitimiz. Bilib qo'y. Shundaq qaraydigan kishilar bo'lsa, shunday bilib qo'yish kerak. Seni nemiga keldi, sen Uyg'ur bo'lganliging uchunlam ekanmidi Kanada bu yerda?
sana. Senin milletinga Xitay qirg'inchilik yurgizayotganligi uchun, ar-nomusini dafsanda qilayotganligi uchun bir ay yıldızıq kök bayraqni lapildatgan, shunda nurg'un shehidlarni bergan, Sharqiy Turkiston degan davlatni qurgan ajdodlarining faxrliq izlarini davomlashtirayotgan Uyg'ur degan bir millatni yo'q qilib etib uchun Kanada hukumati M8 programmasi orqali seni keldi. Sen kimding bo'lmasa? Sen nimadan sen? Sen o'zingni bir ajoyib bir cho'ng adam chaqlab ketdingmi Kanada? Sen sana shunchalik ko'ngil bo'lib, sening ko'kolangdan julib o Türkiye'den ekildiğanğa. Ben bugün bu kaynaşlarım bilen gazaplanıp gitip kalsam, ben programımın ahırlarını davamlaştırıp kılamayım. Ben bekçik bugünkü programım. Şundak Uygurlar, biz Uygur kayrandaşlar, biz nayet xatarlik dünya alqıgan, Xitayning ta'sir köstüş siyaseti aslında nefes mi alamıqdek halatda yaşavatımız, vatanimizde undaq özümüz yaşavatgan erkin dünyalarda mı nefes ağın koymadıdı Xitay. Bu M62 programmasi mı şundaq ta'sir ko'rsatgan Xitoy. Uningdan boshqa yana Kanadadagi nurg'un kishilarning uylariga har kuni birdan ikkidan kishiga telefon qilib, yeniga shu vatandagi onasi, dadasi, akisi, singillarini go'rak evilib o'tag'izib turib, mana yenimizda sening qarindoshlaring, ota-onang bizning yenimizda turyapti, sen Kanadada yugash yasha. Onun Uygurning ishlari qanday bo'lyapti, qayaga kelib, qayaga o'rlashdi, mushu yoqda bizga uchur yo'lla deb mushundaq sat jinoyatlarni, jinoyat bu. Jinoiy qilmishlarni o'tkazyapti Xitoy. Shuning uchun Uyg'urlar nayti hushyor bo'lishimiz, Uyg'ur davosi uchun yo'l mengishimiz, oz bo'lsin, kichik bo'lsin, yo'l mengishimiz kerak. Hech nima qilmasa xotir yozishimiz kerak. Xotirlarimizni yig'ib kitob qilib kelajak avlodlarga biz topshirib berishimiz kerak. Xitoyning shu razil jinoyatlari, men shundaq qilmishlarni boshdan kechirgan, shundaq ahvollarni sodir qilgan Xitoy bir jinoyatchi hokimiyat. Buning bilan biz mangu birga yashamaymiz degan bir haqiqatni biz yozmalarimiz orqali kelajak avlodlarimizga topshirib berishimiz kerak. Uningdan boshqa bular emas Xitoyning jinoyati, bular emas bakchiq narsalarni bilamiz. Ammo bir faktlarimiz toz yetarli bo'lmaganligi uchun bizning faktlarni ko'chilab kirib dalillaydigan kuchimiz bo'lmaganligi, har tarafdan qorishilib zarbaga uchrayotgan bir millat bo'lganligimiz uchun bu faktlarni ishchimizda bilsakmi, gumonlansakmi, lekin teshib chiqaramayapmiz. Xitoy yana nurg'unlagan mush Kanadaga kelayotgan başqa qarindoshlarimiz hammamiz kuch chiqarib bir davlatlarda qisilib qolgan, qancha yillab boshqa davlatlarga ketamagan, uchinchi bir davlatga atlab o'tamagan oshundaq qarindoshlarni shunchalik jafoda ekayotgan bo'lsaqmi, buningmi Xitoy o'ziniki boylari orqali ta'sir ko'rsatyapti. Boylari orqali ta'sir ko'rsatib, ashlarga pul beradigan, maash ishlab beradigan, nayt yuqori 2500 dollarlab ayma-ay maash ishlab beradigan ahvollarni yuz beryapti, ko'rib turyapmiz. Bu Kanadada hech kim pul vermaydi qarindoshlar. Kanada nayti boy bir davlat. Kanada hukumati har qanday Kanadaga kelgan ko'chmanga o'zi oylik welfare degan bir sistemasi var. Shuningdan pul beradi. Uningdan boshqa bolalarga lekin 600 dollar atrofida bir bolaga 500 dan 600 dollar atrofida shunday pul berdi. 5 balası var dem 3000 dollar pul aldı. Uningdan boshqa yani qo'shimcha hukumatning beradigan oylik paravalliq pulini qo'shqa vaqtida Kanadada hech kim pulsiz qolmaydi. Agar birlaridan pul yeyotgansa, bir boylar ta'sir ko'rsatayotgansa, bu yerda cho'qim bir masala bor degan gap. Shuning uchun Kanadadagi Uyg'urlar nayt hushyor bo'lish kerak. Shunda normal Kanadadagi turmush tartibini buzilib ketayotgan, boshqa bir qo'llar orqali, boshqa bir boylar orqali, Xitoyning ta'siriga uchragan, Xitoyning tarbiyalagan boylar orqali pul yeyotgan kishilar bo'lsa, shundaq taqang-tuqqan gaplarni qilgan, bayrog'imizning va shu Sharqiy Turkiston davlatimizning nomiga dog' yetkazadigan shu ikki sharaflik, qimmatlik ar-nomusimiz orqali kelgan turug'liq
tuzko'rlik, nonko'rlik qilayotgan kishilar bo'lsa, darhol Kanada hukumatiga ma'lum qilish kerak. Ularni qo'g'lab chiqarish kerak. Nima kerki bularning? Nima kerki bu Kanadada, nima ahmiyati? O'zining millatiga satqinlik qilib, Xitoyning quli bo'lib ishlayotgan tыңтыңчысы qul bo'layotganlarning Kanadada nima kerki? Men mishada to'xtataman. Chunki men bek açıqlandım. Neçə gün bek azaplandım. Kanadadaki nurgun qarindoshlarimiz shuna açıqlandı. Bu ikki akufka, aksımıl ikkisininki shu qilgan gaplardan. Shuning uchun men programmamning bekchiq programmam bor. Bugun tayyorladim. Uni oxirini chiqarib etmasam bo'lmaydi. Shuning uchun mishada to'xtab turman. Sizlarninki bu munozaraga qatnashganlar bo'lsa, shu Facebook ve YouTube kanallarımның astidagi komment yozadigan yerga o'zinglarning ko'z qarashlaringlarni yozib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni fikr taklif yozadigan yerga fikr takliflaringlarni yozib qo'ysanglar bo'ldi. Bugun men sizlarga Xitoyningki yangi bir hikoyasini so'zlab beraman. Yangi bir hikoyasini. Ulaşqa qarab ketayotganligining yangi hikoyasini. Xitoy amay yurishayotgan. Ammo chet ellik kuzatuvchilar, chet ellik mutaxassislar, chet ellik mablag' sarflovchilar nihoyatda diqqat qilib turayotgan, andish qilayotgan bir hikoyasini so'zlab beraman. U bo'lsa Xitoydagi g'oyat zo'r qiyish, xuddi yer qiyishga o'xshab ketadigan qiyish yoki Xitoydan qiyish hikoyasini so'zlaymiz bugun. Undaqda kim va nima Xitoydan qiyayotdi yoki qiyayotdi degan vaqtimizda trillion dollarlik mahsulot ishlab chiqarish Xitoydan qiyayotdi. Trillion dollarlik mahsulot ishlab chiqarish Xitoydan qiyayotdi. Bu qiyish qanday shakllanib qoldi? Undan boshqa Amerika İsrail bilan İran o'rtasidagi davomlashayotgan urush neft energiya bahasini darajadan tashqari holda chayqayapti dunyo miqyosida. Bu ahvol Xitoy uchun xuddi bir kishining yuragidan masala chiqqandek dal Xitoyning yuragiga berib taqashdi. Chunki Xitoy İran neftininki eng chong xaridori sizlarning xabaringlar bor. O'tgan men bir necha programmalarimda İran haqida to'xtalganda bu İranning neftining eng chong xaridorining Xitoy ekanligi haqida to'xtalgandim. Xitoy Amerika İranga nihoyat chong iqtisodiy jazolarni bergandan keyin İranning nefti dünya bozorlariga kirmaydi. Shuning uchun o'g'irliqcha Xitoy İran neftini ilib, mushu o'zining zavodlarini qamdab kelgan, uyg'unib qolgan. Mushu İranninki 20%dan 30%gacha azam beradigan neftiga Xitoy nihoyat uyg'unib qolgan. Faqatla 2025-yilning dastlabki yerimida Xitoy har kuni o'rta hisob bilan 1,38 million varil İran neftini sotib olgan. Bu İranninki dengiz yo'l orqali sotgan neftning 90%ni tashkil qildi. Realligimiz shuki, Xitoydagi 10 minglagan zavod, fabrikalarning chiroqlarini o'chirib qo'ymay yondirib turayotgan energiya Amerika bilan İsrail to'la urib shu o'z tuzilmasini langshitib qo'ygan, ulab ketish oldida turayotgan, bexatar bo'lmagan mushu o'tir sharq coğrafiyasiga oid İrandan keldi. Deyishinglar mumkin, Xitoy faqat İrandan neft olmaydi, Arabistondan, Arab davlatlaridan va nimadan, Rossiyadan oladi, dunyoning butun hamma yeridan neft oldi deyishinglar mumkin. Lekin İrandan oladigan neft Xitoyga 20%dan 30%gacha azon holatga keldi. Bu azon neft Xitoyningki o'sha yuragini pompalayotgan, yuragining so'qishiga kerak bo'lgan qonga o'xshaydi. İranning ta'minlayotgan nefti, chunki u shunchalik azon. Endi urush sababidan Xitoyning İrandan keladigan energiya to'shiydigan yo'llari ojizlashsa, dunyoning Xitoyga soladigan mablag'imi
mal zakaslarıgımı, zavodlarıgımı ün-tünsiz halda ta'sir ko'rsatadi. Bu zavodlar, sarmoyalar Xitoydan chiqib ketadi albatta. Hech bo'lmaganda Xitoydan chiqib ketishni o'ylashini. Dunyodan Xitoyga keladigan talab azlaydi, malning tannarxi o'rlab ketadi. Buningga Xitoy nüfusining bargancha yoshlanib ketayotganligini qo'shganda, dunyodagi cho'ng shirkatlar hamma tuxumni Xitoydan iborat bu bir sivatkil qo'yishning naqadar xatarlik ekanligini tonib yetib, boshqa yo'llarni izlashga boshladi. Men o'tgangi programmalarimda sizlarga asosli Xitoyning qo'lashga qarab menishidagi asosli sabablarning birini shu Xitoydagi yosh ishchilarning azlab ketishi, Xitoy nüfusining qerishga qarab menishi, planliq tug'ut siyosatining Xitoyning o'zini qaytirib, Xitoyda bu Covid'ning sabablari bu planliq tug'utdan emas, Covid sababli uning ustiga planliq tug'utmi bor, Covid va boshqa shu Covid'dan keyingi Xitoy yushirgan nurg'unlagan tarqalishchan yuqumliq vaba o'xshash kasallarning tarqalishi bilan Xitoy nüfusining o'zida nihoyat cho'ng azab ketish yuz bergan. Xitoyni tahlil qilgan mutaxassislar Xitoy nüfusiniki hozir 1 milliard 400 million emasligini, balkim 800 million atroflarida ekanligini dalillayotdi. Xitoydagi shu yosh ishchilarning kamlab ketishimi Xitoyni g'ultadigan bir omillarning birisi bo'lib turadi. Chunki Xitoyni bir sanoatlashgan davlat deyish bilan birga biz Xitoyni bir zavod deb qaraymiz. Bir zavod. Zavodni tutib turadigan ikki narsa bor. Birinchisi ishchi, ikkinchisi energiya. Yoki birinchisi energiya, ikkinchisi ishchi. Ikkisining o'rin olmasa qiymati o'zgarmaydi, ammo bu ikki cho'ng omil muhim o'rin turdi. Birga energiya. Energiyasidami Xitoyning zavodlariga kelgan energiyalarmi toz ishlashga emas, mana shunday urush bo'layotgan rayonlardan kelyotdi. Yana birisi jarang toz Xitoyga ishlab beradigan ish kuchi, ya'ni 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi yosh ish kuchlari yo'qolib ketyotdi Xitoyda. Chunki nurg'unlagan yoshlar Xitoy Kommunist partiyasiga ishonmaganligi uchun Xitoyda yashashni xohlamay boshqa nurg'un davlatlarga chiqib ketyotdi, o'qish va boshqa ishlar bilan chiqqan Xitoylar qaytmayotdi vataniga. Biz shu dunyo ishlab chiqarishning nima uchun Xitoydan asta-asta qechishga boshlayotganligini tushunmoqchi bo'lsak, oldi bilan yana mundaq bir reallik va haqiqatni qabul qilishimiz kerak. U bo'lsa Xitoydan iborat bu g'oyat zo'r ishlab chiqarish mashinasining ichidan chak ketayotganligi. Ya'ni bu chak ketishni yana davomli so'zlayman. Men texnik cho'nqirgan oldin mulohaza qilib boraman. Buningdagi birinchi mulohaza qilganimiz birinchisi Xitoy markalik bu ishlab chiqarish mashinasi aslayotdi. Burunqidek emas. Agar Xitoyni dunyodagi eng chong ishlab chiqarish zavodi deb qarasak, bu zavodni zavod qilib turgan narsa uning motori va motorni mang'izayotgan birinchi energiya, ikkinchisi azam bog'liq ishlab chiqarish, uchinchi darajadan tashqari eksport qilish, to'rtinchisi g'oyat zo'r mablag' silishlarning Xitoyga iqishi. Agar buning ichidagi birinchi energiya manbasi oqsab qolgan sharoitda Xitoy kaynidagi 3 narsani amalga oshiramaydi. Ammo bu oqsash hozir Xitoyda ko'rilyapti. Xitoy borgancha kuchini yo'qotishga qarab yuzlanyapti, cho'kishga qarab yuzlanyapti. Bu cho'kish zo'r bir portlash shaklida emas, balki asta-asta emlishyapti Xitoydagi bu cho'kish. Bu cho'kishni tushunish uchun oldi bilan biz xalqarodagi inglizcha ismi Purchasing Managers Index, Türkçe ismi satın alma yöneticileri indeksi, Uygurca setilishni boshqarish jadvaldagi
Xitoyning navbatdagi shu ahvoliga qarab boqaylik. Buni xuddi kasallikning tomirini tutqanga o'xshatsak bo'ldi. Shu indeks, yuqorida men tilga aytib ketgan indeks, shu Xitoydagi butun korxonalarning, zavodlarning tomirini tutib boqadigan bir narsa bo'lib, bu jadvaldagi raqam 50 atrofida bo'lsa, bu yukselayotganlikni, 50 dan tuvan bo'lsa, orqa qarab chekinayotganlikni bildirdi ekan. 2025-yili oktyabrda Xitoyninki bu jadvaldagi raqam soni 49 ni ko'rsatgan. Shu indeksdagi raqam soni 49 ni ko'rsatgan. 2024-yili Xitoy o'z iqtisodining 5%lik zo'rayishini saqlab qolganligini e'lon qilgandi. Ammo Xitoy e'lon qilayotgan bu zo'rayishlar bilan bu indeksdagi raqamlarni solishtirgan vaqtimizda Xitoyning iqtisodiy ahvolda ba'zi yo'shirishlarni ilib berayotganligini, saqtliqlarni ilib berayotganligini ko'ra olamiz. Xalqaro IMF degan fond, ya'ni xalqaro pul fondi, bunki analiz qilishicha, bu organ Xitoy iqtisodining yuksalish sur'atining bundan keyin 4,5% bo'lganligini o'tirib qo'ygan. 20% orqaga chekindi degan gap. Bu bir cho'ng davlatga nisbatan albatta bir cho'ng ahvol bo'lib hisoblandi. Uningdan boshqa Xitoy 2021-yili 344 milliard dollarlik mablag' jalb qilgan bo'lsa, 2024-yili 18,6 milliard dollar mablag' jalb qilgan bo'lib, 90% atrofida tushib ketgan. Bu normal ahvol emas. Buni Xitoyga mablag' solg'uvchilar nihoyat bir xatarlik ahvol, xatar nihoyat zo'r demoqda. Xitoydagi eng cho'ng masalalarning yana biri molninki zavoddan chiqish bahosininki tushib ketishi. Mushu 2021-yildan 2024-yilgacha bo'lgan 3 yil ichida Xitoydagi malning zavoddan chiqish bahosi izchil tushib ketdik. Natija oqibati shu, ishlab chiqarish bor, ammo talab yo'q. Ishlab chiqarish bor, talab yo'q. Shirkatlar hayotda qilish uchun bir-biri bilan raqobatlashib turib, mal bahosini tushiryapti. Buni Xitoycha nijuan deb ataydi ekan. Bu ya'ni ishchiga qiyish. Sirtqa mal yetkash, Xitoyning sirtdagi davlatlar bilan mal bahosini talashish emas, o'zi bilan o'zi mal bahosini tushirib, bir-biri bilan raqobatlashib mal bahosini tushirib tijorat qilish bo'lib, hamma odam chumildek ishlayotgan, ammo hech kim pul topa olmaydigan bir vaziyatda turyapti Xitoy. Endi bugun programmam sal 40 minutdan ishib ketdi. Bekçi qilib ketsimi, shu Facebook va YouTube'larga yuklamak sal tas bo'ldi ekan. Shuning uchun programmamning Xitoyni analiz qiladigan, muhokama qiladigan bugungi 42 qism programmamni, ya'ni Xitoydan nurg'unlagan chet el shirkatlarining qechayotganligi, Xitoydan bir iborat bu zavodni zavod deb e'tirof qilmaydigan ahvolga duchor bo'layotganligi haqidagi mulohazamning mishati to'xtatman. Davomini 43 qismliq programmamda davomlashtirib ma'man. Endi shu programmamning oxirgi uchilariga, xotim qismlariga kelib qoldik. Xotim qismida men yana o'tganda muqaddima qismimda ta'kidlab o'tgan, shu Kanadadagi bo'layotgan ishlar 10 ming Uyg'urni akilish programmasining ishchigimi Xitoyning razil qo'lining singib kirganligini, Xitoyning tashviqotining singib kirganligini, Xitoyning ta'sir ko'rsatishining singib kirganligini ta'kidlab o'tgandim. Xotim qismida mushu ahvollar asosida yana qo'shimcha qilib oxirlashtiraman. Mushundaq Xitoy har narsasiga Uyg'urlarning singib kirmoqchi bo'ladi. Xitoy Uyg'urlarning ikkinchi bir davlatdan uchinchi bir davlatga chiqolmay, pasportlarni yo'qolib ketgan vaqt o'tib ketish sababidan uchinchi bir davlatlarga erishamayotgan Uyg'urlarni
nayt ming tasdiq Kanadaga kelgan vaqtlarimizda bularga ba'zi o'zlari yetishtirib chiqargan yulduz qilib chaqnatgan baylar orqali shularga maash ishlab berib, u texi Kanada dollari emas, Amerika dollarlik maashlarni ishlab chiqarib, mushu vayslar Kanadada meni qiynalib qolsizlar, yu aqay shaqay degan nayt mehribon bo'lgan qiyofatga kirib olish orqali Kanadani tinglash, Kanadaga quloq qilib qo'yish maqsadida mushundaq ishlarni bo'lyotidi Kanadada. Xitoy o'zinglar bilsizlar vatanning ichki qismida 200 kadrlarni tozalagan. 200 kadrlarni tozalab bo'lgandan keyin chet eldagi biz bilmaydigan, ko'z bilan ko'rinmaydigan, ammo Xitoyga ishlaydigan ba'zi kishilarni sen ochiq oshkor o'tirg'i chiq. Agar bo'lmasa sen 200chilik qilib millatning oldida ochiq oshkor chiqolmayman deb xijil bo'lgan bo'lsang, biz seni oshkorlaymiz degan yagi kiyotdi Xitoy. Men mushu vatanga vizam yo'q nomli maqolalar to'plamimda 2024-yili Uyg'ur Project fondi tarafidan nashr qilinib, Istanbuldagi 20 leksiya faoliyati taqtilgan vatanga vizam yo'q nomli maqolalar to'plamimda görüş işçideki aqtaşlardan nazar eylayli deb bir maqala yazgandim. Bu maqalamning asos mazmuni Xitoy bizni o'zining Xitoylari orqali bir-birimizga tinglatmaydi, uchrashmaydi, bizga josuslik qilmaydi, balki faqat o'zimizning Uyg'urlar orqali qildi. Xitoydanmi betar o'zimizning ishchimizdagi aqtaşlar bek yomon, görüşning ishchidagi aqtaş ne biz görüşmekin deb yaytib qolamiz, ammo tishimizni sindirib olamiz degan mazmunda bir maqola yozgan. Shu ahvollarning yuz berganligini faraz qilgan holda, hozir Xitoy bu aqtashlarni naychiq ko'paytirib yotibdi. Buning uchun Uyg'urlar nayt hushyor va sezgir bo'lishimiz kerak. Nayt murni-murgitirib, oz bo'lsaqmi bu shundaq ahvollar ko'rilganda hukumatlarga, Kanada hukumatiga deb qanday ekan bo'lsak, qanday insonparvarlik shirkimiz bilan ekan bo'lsak, bundaq Xitoyning ta'siriga uchrayotgan nankor va tuzkorlarni shundaq o'zining joyiga olib qo'yishni bilishimiz kerak Uyg'urlar. Endi mushundaq bir sahnaga, mushundaq darajaga ko'tarilgan bir davrga keldik biz, pishib yetib mushu davrga keldik. Endi bu shu Kanadadagi Noro'z bayrami bilan roziyatlik faoliyatda bo'lgan ahvollardan nurg'un inkoslarni topshirib oldik. Kanadadagi, Turkiyadagi va nurg'un qarindoshlarimizdan ko'plagan inkoslarni topshirib oldik. Bular shu Turkiyadagi Sharqiy Turkiston qurilmaydi, va hokazo degan, Sharqiy Turkiston degan nomdan bearam bo'lgan kishilar bilan yaqin o'tgan kishilar ekan. Hem Xitoyningki mushu Türk savdogarlar jamiyati hamda Türk Xitoy, Turkiya Xitoy savdogarlar jamiyati va hokazo degandek yerlarda muhim rollarni olib, Xitoy bilan Turkiya savdo tijoratida ko'rikli rol o'ynayotgan, Uyg'ur qirg'inchiligini yo'q qilish, padazlash, ondan keyin bundaq ish bo'lmagan degan bir Xitoyning mushu xizmatida yaloqchiligini qilayotgan kishilar bilan yaqin o'tgan kishilar ekan bu akka singil. Ikkisi shu 10 ming Uyg'urning orasiga so'qinib kirib olgan kishilar. Uyg'urlar endi mehr shafqat yetkazish bilan birga yana bir qo'lida qonunni tutishni bilishi. Xitoyning mushundaq odamlarni oramizga singdirib kirgizib, chet ellarda Uyg'ur da'vosi qilayotgan kishilarni yetim qoldirish, inoatini to'kish, obro'sizlantirish hiyla-nayranglarninki oldini olish kerak Uyg'urlar. Bundan keyin Xitoy Uyg'ur da'vosi qilayotgan kishilarni obro'sizlantirish, e'tiborsizlashtirish uchun mushundaq kishilardan foydalanadi. Qarang, ana tap-tapmasdan tunugun mush Kanadaga kelgan turib, mush Kanadada sen bayrog'ingni taqiyolmaysan, Sharqiy Turkiston degan qaya degan gap qandaq jasorat bu? Qayerdan oldi bu jasoratni? Buning tegina Uyg'urlar
Nayet hoşyar boluşumuz gerek. Nayet hoşyar boluşumuz gerek. Bugünkü programmamni men müşahede ahırlaştırman, hürmetli qeyrindaşlar. Bugün bek jiq tayyorlab ekanman. Programmaga mazmunni ishib qoldi. Allah xalsa Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning 43-qismida ko'rishguncha amon bo'linglar. Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning 43-qismida Xitoyning qulashga qarab yuzlanayotganligi haqida nihoyat qimmatli materiallarni, hikoyalarni sizlar bilan o'rtoqlashman. Allohga omonat bo'linglar.